Muhtaram yurtdoshlar, bog'dorchilikka va dehqonchilikka oid mahsulotlarni chet ellardan olib kelish o'zbekistonliklarga yarashmaydi, agar u o'ta noyob va taqchil bo'lmasa. Biologik rivojlanish jihatidan barcha talablarga javob beradigan mana bu noyob ko'chatlarni ko'ryapsizmi? Agar bularni avaylabgina qazib olib, boshqa bir joylarga bog' qilish uchun ekib chiqilsa, bamisoli dengizdek chayqalgan yuzlab bog'lar vujudga kelishi aniq. Ana shunday betimsol boylikning manbai bo'lgan ko'chatchilikni rivojlantirishga malakali mutaxassis paxtaobodlik Nasibullo Ikromovning o'ziga xos o'rni bor. Sifatli ko'chat yetishtirish yog'och navdasini yerga suqib ildiz ottirish emas, balki ikki juftlikni biriktirish natijasida noyob ta'mga ega bo'lgan noz-ne'matlar paydo qilish degani. Shuning uchun ham Sharq faylasuflarining nomdori Sa'di Sheroziy chehrasi kulgan go'zalning barchasi dilbar emas, oynasi bor kishilarning bari Iskandar emas deb bejizga aytmagan. Nasibullaxon, bilasizki, bog'dorchilikning beshigi ko'chatchilik. Ko'chatchilikni tashkil etgan bog'bon qanchalik mutaxassis bo'lsa, bog'larimiz shuncha talabga javob beradigan bog'lar paydo bo'ladi. Siz mana ko'chatchilik bilan shug'ullanyapsiz. Mana shu ko'chatxonangiz necha gektardan iborat va bu yerda qanday ko'chatlari mavjud? Avvalo ko'chatchilikni biz 2005-yilda boshlaganmiz. Dastlab ijara asosida ko'chatchilikni yetishtirishni boshlaganmiz. Yerimiz bo'lmagan. Mana muhtaram prezidentimizga rahmat, hokimimizga rahmat. Qo'ldan kelgancha mehnatlarimizni ko'rib, yerlar ajratish berdi. Hozirgi kunga kelib ko'chatchiligimiz 2,5 gektarga yetdi. Hozirgi holatda 1,5 gektarda ko'chat mavjud bo'lib, mevali ko'chatni barcha turi bor desak ham bo'ladi hozirgi kunda. Mana hozir turgan joyimizda xurmo ko'chati, bu yerda hozir 20 mingga yaqin xurmo ko'chati bor. O'zi asosiy ko'chatlarimizni eng ko'pi ham mana shu xurmo tashkil qilinadi. Chunki bizni bu iqlimda xurmo ko'chatlari juda ham yaxshi rivojlanib, yaxshi meva beradi. Eksportga ham juda talabchan sortlardan qilganmiz. Mutaxassis bog'bonlarning aytishicha, ko'chatlarning ichida xurmo ko'chatining tarbiyalash juda murakkabroq, nozikroq, to'g'ri, unchalik yaxshi emas. Shuning uchun buni yaxshi mutaxassis bo'lmasa, yaxshi ko'chat tayyorlash qiyin deb aytsa, haqiqatan shundaymi? Albatta, hozirgi kunda ko'chatchilikni, bog'dorchilikni rivojlantirishda, ko'chatxonalarda yaxshi mutaxassislarni ko'paytirish ustida ishlash kerak bo'lyapti. Hozir zamon shuni talab qilyapti. Sababi mana rivojlangan davlatlarda 1 gektar joydan 50-60 tonnaga doğru hosil oladi. Bizda hozirgi kunda 20-30 tonnaga doğru hosil olinyapti respublikamizda. Bu juda ham past hisoblanadi. Bunga sabab nima deysiz? Bunga sabab shu bilimni yetishmasligi asosan. Risoladagidek ko'chatlarni tashkillashtirmaslik, ko'chat tanlash, iqlim sharoitidan kelib chiqib ko'chatlarni ekish ishlarini yo'lga qo'yishimiz kerak. Doimiy payvandlariga e'tibor berishimiz kerak ko'chat xarid qilayotganda. Albatta payvandtak va payvand ustini so'ragan holatda hujjatlari bilan birga olib, buni doimiy ravishda mutaxassislarning yordamida shu bog'larida konsultatsiya berib borilsa, shunda biz yuqori ko'rsatkichda hosilni olishimiz mumkin va eksportga biz aytgan standartdagi mevalar chiqarishda imkoni yaratiladi. Mana shu ko'chatlar necha yillik davomida shunday holga keldi va xurmoning qanday navli? Hozir bu xurmoyimiz Svicha degan sort, shu uzunchoq pomidoriga o'xshab bo'ladi, Svicha. Buni mana bu yerda daraxtingizda ham bor ekan. Bu yerda asosiy bog'imda Svicha xurmolar, qarovi ham oson, zararkulandalar tushmaydi xurmoga. Shu tomoni yaxshi. O'g'itlab qo'yilsa bo'ldi. Kuzda, erta bahorda o'g'itlansa bo'ldi. Va har qanday iqlimga moslashib ketadigan eng chidamli mevali daraxt turlariga kirsa kerak menimcha xurmo. Bitta qo'rqinchli tomoni bor, xurmoda shu tog'li rayonda, havo harorati past hududlarda 3-4 yilda bir sovuq shimoliy zonalarda xurmoning urushi bor. Shuning uchun men ko'proq tavsiya qilardim janubiy zonalarda. Mana vodiy, mana bizda yaxshi bo'ladi.
Surxondaryo, Voha tomonlarda juda ham yaxshi effekt beradi. Imkon boricha hozir mana yangi sortlarga o'tilyapti. Oldingi mana Surxona Prostoy deb qo'yamiz, tumaloq xurmo. Ularda to'rlash bor ustida. Xurmoni ustida to'rlab bo'lgandan keyin chetga eksport bo'lishi qiyinroq kechadi. Sifat pasayadi. Sifat pasayadi. Shunda ubitga ko'proq chiqadi. Chiqim ko'proq. Sivicha xurmoda to'rlash holati juda ham kam. Silliq, tiniq bo'ladi, birinchi pishib yetiladi. Rossiyaga, mana Qozog'istonga juda ham ko'p hozir eksport qilinyapti. Xurmoga hozirdan zakazlar bor. Kichikroq bo'ladi, lekin ves hisobiga, mevani ko'p berishini hisobiga qolgan mevali daraxtlarga qaraganda bunda ko'proq vesga yutasiz. Og'irligi. Og'irligi hisobiga. Chunki xurmo misol voyaga yetganda 250-300 kiloga doğru beradi. Voyaga yetganda xurmolar. Ikkinchi yildan hosilga kiradi bular. Endi ekilishi. Bularda agar biz kuz oyida ekadigan bo'lsak, kuz oyida xurmoni noyabr, mana oktyabr oylarida bargi to'kilgandan keyin, to'liq bargi to'kilgandan keyin ekiladigan yerga olib borilib o'tkazilgandan keyin sovuqdan himoya qiluvchi vositalar bilan, bizda ko'proq sholini poxoli bilan o'rab qo'yamiz. Qandaydir sintetik vositalar bilan o'rab qo'ysa ham bo'ladi. Bu kuzda ekilgan mevali ko'chatlar 1 yil oldinga ziljiydi. 1 yoshga yutgan bo'ladi. Kuzda ekilib qolsa, bahorga himoya qilib qo'ysa. Chunki bularda novda surishi fevraldan уже harakatga tushadi, 1 qarich, 2 qarich oldinroq novda suradi. Bahorgiga nisbatan. Bahorgi martda misol ekadigan bo'lsak, mart oyidan adaptatsiya bo'lib, vegetatsiyaga kirib, adaptatsiya bo'lib, harakat davriga tushgunga doğru bu xurmoimiz rivojlanayotgan davrga o'tib bo'ladi. Bunda tetikroq bo'ladi. Shuning uchun qaysi oyda ekish kerak? Buni mevali ko'chatlarda imkon boricha qisqa davr endi kuzda-yu. Kuzda mana 1 oy, 1,5 oy davr bo'ladi. Agar mana fermerlarimiz kuzda mevali ko'chatni ekib oladigan bo'lsa, juda ham katta plus tomoni ko'p. Qishda to'liq chilla suv bilan chiqadi. Chilla suvini foydasini mana xalqimiz juda yaxshi biladi. Suvga to'yinib chiqadi. Bahorda chanqash holati, yozda chillasida chanqash holati kuzatilmaydi ko'chatlarda. Bahorga olgan ko'chatlarda mana ko'ryapmiz, ob-havo oxirgi yillarda qurg'oqchilik ko'p bo'lyapti, bor, issiq, o'ta issiq yana ham oshib ketyapti. Shuni hisobiga ko'p ko'chatlarda shox novdalari yetilmasligini hisobiga quyosh urib qo'yadi. Quyosh nimjonligini hisobiga. Kuzda eksak ertaroq harakatga tushadi-da. Yosh bog'bonlarimizga sizni tavsiyangiz? Tavsiyamiz albatta kuzgi ekishdan qolmaslik kerak. Ekish kerak. Kuzda albatta. Shu endi ulgura olmay qolsa, keyin bahorda ekish. Bahorda ekish mumkin, ulgura olmasa. Xurmoda yot modda bor. Mana Rossiyada yaxshi iste'mol qilishadi. Eksport juda yaxshi Rossiya, Qozog'istonga. Sharqiy Osiyo davlatlarining bozorlari ochilyapti. Tataristonlarga eksport yana ham kengayapti hozirgi kunda. Meva-chevaga. Ayniqsa xurmo biladi-ya buni qadrini. Juda biladi buni. Hozir mana ko'plab rivojlangan davlatlarda hozir xurmoni quritadi. Qoqisi bor. Bu juda ham qimmat narxda ketadi. Agar biz shuni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bu xalqimizga, fermerlarimizga, davlatimizga yana ham katta daromad kelishiga olib keladi buni. Xurmo uzoq turuvchi, saqlanuvchi mevalar turiga kiradi. Buni qo'rqmasdan biz ekishni tavsiya qilamiz xalqimizga. Eksport darajasi ham hozirda yomon emas aslida xurmoda. O'zbekiston kuchli 10likda. Yana ham agar bunga e'tiborni kuchaytiradigan bo'lsak, shu kuchli 5talikka kirishimiz mumkin yaqin yillar. Agar sortni biz to'g'ri tanlab, iqlim sharoitimizdan kelib chiqib xurmoni agar ekadigan bo'lsak, biz hech qachon yutkazmaymiz. Olmalar butun dunyoda eng ko'p iste'mol qiluvchi mevalar turiga kiradi. Shuning uchun olmaga ehtiyoj, talab katta. Shuning uchun respublikamizda ham hozir juda katta qismi olma bog'laridan tashkil qilingan. Endi hozirgi kunda bu bir jihatga alohida e'tibor qaratish kerak. Bog' yaratmoqchi bo'lgan fermerlarimiz olmalarda albatta iqlim sharoitidan kelib chiqib, sortini to'g'ri tanlab, payvandagini to'g'ri tanlagan holatda, rayonlashtirilgan holatda agar biz buni mevalarni to'g'ri tanlaydigan bo'lsak, shu yerda yaxshi effekt beradi.
olmamiz. Misol biz 1 gektardan 30 tonna olma oladigan bo'lsak, agar to'g'ri tashkil qilinsa bog', biz 50-60 tonna hosil olishimiz mumkin voyaga yetganda. Buning uchun olmani sortlariga birinchi navbatda e'tibor berish kerak. Endi respublikamizda janubiy zonalarda asosan olmani yozgi sortlarda ekishni tavsiya qilardi. Tog'li hududlarga, shimoliy zonalarga kechki sortlar yaxshi bo'ladi. Janubiy zonalarda kechki sortlarda bo'lmasligi bandi mana hozir avgust oyini oladigan bo'lsak, mevalar bandida turib tez pishib olishini hisobiga to'kilish kuzatiladi. Olmada erta to'kiladi. Biz aytgan sifatli hosilni ola olmaymiz. Tog'li hududlarda buni olishimiz mumkin. Biz ko'pincha janubiy zonalarda olmani yozgi sortlarini ekadigan bo'lsak, eksportga juda ham yaxshi talab bo'lyapti. Sababi Polshadan, Germaniyadan, boshqa Yevropa davlatlari, Qozog'iston, Rossiya bozoriga bizda birinchi iyulda pishgan olmalarimiz kirib keladi. Rossiyada saqlangan olmalar 7-8 oy turgan olmaga talab bo'lmaydi-da. Birinchi kirib kelgan sveji olmaga ko'proq talab bo'ladi. Shuni albatta, shuni hisobiga hozirgi kunda olmalarning ertak sortlariga ko'proq oxirgi mana yillarda fermerlarimiz ko'proq urg'u beryapti. Ko'proq ekyapti. Ertak sortda kechki sortdan afzallik tomonlari ham ko'p dorilamaysiz. 1-2 marta dorilash bilan ertak sort pishib yetiladi. Va bog'dan saqlayman, boshqa unaqa narsa yo'q. O'zi xaridorlar keladi, to'g'ridan to'g'ri eksportga chiqarilyapti. Respublikamizda mana shu olmalarni rayonlashtirishga siz qanday qaraysiz? Bu juda ham to'g'ri savol, hozirgi kunda bizni qiynayotgan savol. Mana yaqinda vazirlikka shu taklif bilan chiqdik. Ko'chatchilik pitoniylaridagi ko'chatlarni pasportlash tizimini yo'lga qo'yish, rayonlashtirish. Endi pasportlash deganda har bir ko'chatda o'zini ismi, familiyasi bo'lsa, odamni singari. Agar payvandaydi nomi, payvand ustuni nomi, sortini nomi bo'ladigan bo'lsa, shu orqali hozirda ko'p ko'chat pitoniylarimizni sotilayotganda hujjat taqdim eta olmaydi. Shuni hisobiga ko'p adashmovchiliklar yuzaga kelyapti bog' yaratishda. Shuning uchun bizda pasport bo'ladigan bo'lsa, bu pasport 3 yil, 4 yildan keyin meva aytilgan nav chiqmaydigan bo'lsa, shu dokument bo'yicha sud orqali kelishib, javob berishi mumkin. Shunda har xil turdagi ko'chatlarda oldi sottisiga chek qo'yiladi. Boyagi soxta ko'chatlar chiqadi-yu, albatta. O'sha talabga javob bermaydigan darajada talabga javob bermaydigan ko'chatlar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Chunki ularni xarid qilish kamayib ketadi. Pasporti bor ko'chatxonalarga kelib, aholimiz, fermerlarimiz ko'chat xarid qilishga o'tadi. Endi rayonlashtirish masalasi mana yaqinda taklifni berdik. Xudo xolasa hozir vazirlik ko'rib chiqyapti. Rayonlashtirishda birinchi navbatda mana biz ko'pincha aholimiz, fermerlarimiz ham bu yil qaysi meva qimmat bo'lsa, shuni ekishga harakat qilamiz. Qaysi meva qimmat bo'lsa, puli. Biz bunga qaramasligimiz kerak. Birinchi navbatda biz yashab turgan iqlim sharoitimizdan kelib chiqib, o'sha yerga mos keluvchi mevali ko'chat tanlasak, shunda kelajakda yaxshi effekt beradi. 1 kilolarni ko'zlab qilingan ishda bu. Juda to'g'ri. Ham mevamiz, meva ko'chatlarimiz, daraxtlarimiz uzoq yil yashaydi. Kasallikka kam chalinadi. Mevani sifatli beradi. Agar iqlim, tuprog'i, suvi to'g'ri keladigan bo'lsa. Har qanday daraxt har qanday joyda o'savermaydi. Har biridan. Hammasini o'zini keraklik iqlim sharoitidan, geografik joylashuvidan, geologik joylashuvidan kelib chiqib, agar joylashtirilsa, ko'chat tanlashilsa, respublika bo'yicha bu. Buni rayonlashtirish vaqti keldi hozir. Qaysi hududda nima ko'chat bo'ladi, qaysi hududda qaysi ko'chat bo'ladi, shuni belgilab olishimiz kerak. Va shu bo'yicha darsliklar berib, fermerlarimiz, aholimizni ongini ko'tarib borish kerak. Nasibullo xon, mana ko'chatxonangizdagi mana bu yong'oq ko'chatlarini ko'rib juda havasim keldi. Chunki bu yong'oq daraxtlari bog'dorchilikning bobosi desak ham bo'ladi. Ana shu ko'chatxonada ko'chatlarni agar bir katta bir maydonga
yong'oqzor barpo qilamiz desak, juda katta bog' barpo bo'lishi mumkin. Bu ko'chatlar yong'oq navining qanday ko'chatlari? Hozir yong'oqlarimiz 3-4 xil sortlari bor. Yong'oqlarda asosan hozir 20 mingga yaqin yong'og'imiz bor, 1 yoshlik va 2 yoshli yong'oqlar. Mana 2016-yili prezidentimizni yong'oqqa e'tiborlaridan keyin xalqimizda, fermerlarimizda qiziqish uyg'ondi va yong'oqqa talab ancha ortdi. O'zi yong'oq quruq meva bo'lib, u eksportga juda ham yaxshi, ichki bozorda ham, iste'molga ham juda mahalliy aholimiz ham juda sevib iste'mol qiladi. To'g'ri. Shuning uchun hozirgi kunda yong'oq plantatsiyalari keng miqyosda ko'paytirilyapti. Hozirda yong'oqda bizda X145 degan nav bor. X185 navi bor. Bu oq mag'iz juda ham po'stlog'i yuqa, yaxshi nav hisoblanadi. Tez mevaga kiradi. Nasibulloxon, mana shu siz ilmiy tilda navlarni aytyapsiz-da. Bu ilmiy tildagi atamalarni oddiy bog'bonlarimiz bilmaydi-da. Bu ko'chatlar o'zimizning mahalliy navlardan tashkil topganmi yoki chet ellardan sara navlari olib kelinganmi? Aslida bizni respublikamizda juda ham xilma-xil navlar bor. O'zimizning yong'oqlar ham yomon emas. Mana o'zimizning yong'oqlar ham 300 kilo, 400 kiloga doğru meva beruvchi yong'oqlarimiz bor, katta yong'oqlar. Navlari asosan Xitoydan keltirilgan. Iqlim tomonlama bizga yaqin bo'lgani hisoblangan uchun bular oxirgi paytda mana 4-5 yil mobaynida sinov ketyapti. Bu asosan hozir yong'oqlarda 5 yil mobaynida sinov ketyapti. Mana Chandler kirib keldi. Turkiyadan Chandler keldi. Endi bularda bir qator sinab ko'rdik. Chandler yong'oqda ham tog'li hududlarda, ayniqsa issiq joyda ham meva berish kamroq holati shunaqa kuzatilyapti. Nasibulloxon, shu yerga bir aniqlik kiritib ketsak-da, mana oxirgi yillarda xalqimiz shu Amerika Chandler yong'og'iga bog' yaratishga qiziqishga harakat qilib qoldi. Faqat Chandler deb izlayapti-da. Haqiqatan Chandler yong'og'i bizning iqlimimizga qanday moslashadimi, yo'qmi? Agar moslashadigan bo'lsa, qanday joylarga ekish kerak? Shular haqida bir mutaxassis sifatida ozgina fikr bersangiz. Avvalo ko'chatchilikda birinchi navbatda har bir ko'chat adaptatsiya bo'lishi bor, iqlimga moslashish bor. Bizda oxirgi 10 yillikda chetdan tayyor ko'chatlar olinishi natijasida ko'p xatoliklarga yo'l qo'ydi. Chunki bu joyga chetdan kelayotgan ko'chatlar bizni tuproqlarga, ob-havoyimizga, issig'imizga, stressga dosh beradigan holatda ular chidab bera olmaydi. Shuning uchun biz iloji boricha biz chetdan navlarni, sortlarni olib kelsak, shu nodalarini olib kirsak respublikamizda, payvand tayyorlarini o'zimizning respublikada ko'paytirsak, shu sortlarni olib keladigan bo'lsa, yangi sortlarni shu yerda ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bizga tayyor mahsulotlar, mana Chandlerni olib kelishdi. Buni ham boshida men 2 yil Chandler bilan shug'ullandik. Tog'li hududlarda meva berishi sovuq zonalarda qiyinroq bo'lyapti. Kam hosil. O'ta issiq joyda ham yaxshi effekt bermaydi. Shuning uchun ob-havosini ham to'g'ri hisobga olgan holatda ko'proq o'zimizda yetishtirilganda ekishini tavsiya qilaman. Tog'li sovuq hududlarda effekt berishi yaxshi bo'lmayapti. Shu biz mana oxirgi yillarda doimiy kuzatuv ketyapti. O'zi yong'oqda asosan 7-8 yil kuzatgandan keyin asosiy xulosa kelib chiqadi. Hozir juda ko'p mutaxassislar hozir o'rganishda ketyapti. Mana yong'oqda har xil sortlari kirib kelyapti, lekin o'zimizda ham juda yaxshi sortlar bor. Mana ideal degan sortlar bor, juda ham serhosil, tez nimaga kiradi, u sortlar ham bor bizda. Mana uzoq qishloqlarda bobolarimizdan qolgan keksa 1000 yillik yong'oq daraxtlari bor-da, ularda ham juda bir sifatli navlar saqlanib qolgan. Shulardan ham ko'paytiryapsizmi? Albatta. Shu eski o'zimizni navlardan ko'paytirayotgan yong'oqlarimiz ham bor. Hozir bu yerda 5000 ga yaqin mahalliy yong'oq ham bor. Chetdan kirib kelayotganda shu yerda yetishtirib, ulab ko'paytirayotgan ko'chatlarimiz hozirda mana bu yilga sotuvga tayyor, xudo xolasa. Men tavsiya qilardim, yong'oqni ekishda hushyorlik bilan kuzatib, shu olinayotgan joydan so'rab, hujjatlari bilan garantiyasini olib ekilsa, mutaxassis bilan doimiy aloqada bo'lib, shuni parvarishini kuzatuvda bo'lmasa, u ko'p bog'da ertangi kuni hosilini olishda qiyinchiliklarga duch kelinadi. Qarovda, boshqada. Dorilashi bor buni. Suvni nazorati bor. Kalendar asosida bog'larni qarash tavsiya qilardim. Kalendar asosida.
aslida hamma ishda ham iloji boricha xato qilmasdan bekami ko'st bajarishga harakat qilish kerak. Mabodo dehqonchilikda xato qilinsa, uni bir yilda tuzatish mumkin. Bog'dorchilikda qilingan xatoning ta'siri esa 10 yillarga cho'ziladi. Shuning uchun bog'dorchilikda, ayniqsa ko'chat yetishtirishda kamchiliklarga aslo yo'l qo'ymaslik zarur. Bu sohada bilib turib xatoga yo'l qo'yish tabiatga va insoniyatga xiyonat qilish bilan barobar turadi. Muhtaram yurtdoshlar, ikkala dunyoyingizga ham nur taratib turuvchi bog' yaratish ishlarida imkon qadar biz bilan suhbatda bo'lgan Nasibullodek nozik did bilan yondoshing. Shundagina baraka topasiz.